Assalomu alaykum, Hisori qo'yning ashaddiy muxlislari. Biz kecha Instagramga chiqardik, YouTube'ga qo'ydik. O'sha qo'ylarni 15 tarixda Buxoro viloyatiga Shofirkon qishlog'iga olib kelib berdim Hoji bobomga. Hoji bobo shu aytilgan qo'yim ekan. O'sha qo'ylar chiqdimi? Xuddi o'shani o'zi, ha. Ishonsa bo'ladi. Qulingizga rozimisiz? Roziman. Ming roziman. Roziman. Nasib tug'ib, bolaligida rahmat aytsangiz bo'ldi, Hoji bobo. Baraka toping. Bitta duo berasiz bizga. Har qanday ilohim, Alloh avvalambor Allohimning o'zi sog'lik, tinchlik bersin, tansa xotirjamlikni bersin har kimning xonadoniga. Mana sizlarning hozir yosh yigit kasbkorlaringga, umrijonlaringga Xudoyimning o'zi barakot bersin. Topgan tutganlaringiz oltin bo'lsin. Ana shu jiyanlarni yaxshi kunlariga, o'qishlariga, uylariga, to'ylariga buyursin. Yo'llaringiz hamisha oq bo'lsin. Xudo omadlaringni beraversin, bardavom bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Bitta qo'ylar kuzatib qo'y. Qo'ylarni, o'sha qo'ylar kecha chiqqan qo'ylarni olib keldik mana. Kecha kelgan qo'ylar mana, hammasi o'sha qo'ylar. Inshaalloh. Hoji bobo bitta duo qilsa bo'ldi mana Qo'chqor ichida keldi. Albatta duoda bizlar. Xudoga shukr, mana bizdan uzoqlashmang, bizdan zo'rlari chiqadi. Hoji bobom duoni qildi, Xudo xolisa ishimiz rivojini beradi. Nasib, ilohim.